Bunda kımığın aka. Aka. Bu ne ki? Aka. Ne buldunuz kız? Akamni eslab qoldim. Uni ko'rgim kelib qoldi. Bo'ldi, u eskining gapini qilmang. Nemali degan bilan u mening bir qo'saq akamda. Uni seg'inib qoldim. Tünögün onun qilgan qiliqlarini ko'rdingiz xo'jayinim qizim. Opsig'im shunday qiladi. Akam kamaqillik qilib qo'ydi, apa. Nemali degan bilan u yanala sizning o'g'lingizda. Canım akam nələrdim sağırıp yürgəndi. Uyga qaytib kelsa bo'pti ekan. Bo'ldi bolam, akangizning gapini qilishmayli. Qo'sig'ingiz ochqanda Çay içəcəkli apa. ma'qul. Mana hazırlab chiqib sizga choy tayyorlaymiz. Akam bo'lgan bo'lsa billa içətdik. Shu emasmi? Apa, chiqib akamni izlab baqamdiq. Nələrdim izləb yürəyimiz onu. Bo'ldi bolam, çayınızı için. Ağalardan so'rab baqmamdiq. Bo'ldi bolam, o eskining gapini qilma. Nemali degan bilan akam tursa. Nələrdi sağırıp yürgəndi. Mən ənsirab qaldım. Taxlini tapqanda yenibdi. Akamni bak ko'nglim keldi. Turuqli bizga o'shib qoldi. Nimani o'ylayapti ekan? Mən bilamadım. Bir eski yolga kirib qoldim o'yla. Ko'nglimga insof bersin. Akam uzardı ne bo'lgan to'pa. Eski yolga kirib qoldim ekan. Bakma ansirab ketyapti. Bo'ldi ishmayman. Apa, bak ko'nglim yerim bo'lyapti. Yig'laverman jinim qizim. Akam nemish qilmishida qiladi. Nemish qilmishida shunda ranjitadi. Akam sadi nima o'ylayotgandi? Turibni o'zgarib qoldi. Uyga inib kiraman. Men bek ansirab ketyapman u bolani. Qandoqmi qilamiz? Darsiq 100 kilometr ishlarni qilib qo'ysa bo'lmaydi. Ammo qandoqmi qilamiz? Qandoqmi qilamiz jinim qizim? Xudoyim ko'ngliga insof berar. Bir kun aqlim tepib qaytib kelar apa. Mimonchilar bag'rim tashib ketgandi. Buning sada nima sabab bo'lgandi apa? Akam nemishqa bunday qiladi. Endi kemiz qanday qilamiz? U qaytib keladimi? Bo'ldi qizim, ko'nglingizni yerim qilma. U qaytib keladi. Bo'ldi apa. Sizmi yig'lamang. Bo'ldi. Sen xayolimni asir qilib ketgan güzel yuragimga muhabbat. Ey yaxshi
yaxshimisiz? Voy. Chaqa kela. Siz nerede? Men hozir cho'nko'rikda. Tez bo'la, men seni saqlab ketdim. Tez bo'la. Siz emasmi, nima? Meni ashab saqlab turing. Akşam ağaylar bilan içib qo'ygan. Beshim bek og'rib ketyapti-da, tezroq bo'la. Men seni saqlab turman. Bo'la. Tezroq kelgin. Ashab turing. Hozir bor. Ma'qul tashabbusi. Ketbildim qadrin ama sen edin babada Nimandaq kelmaydigandu. Oy, men bo'ldingiz Faxriddin. Ko'p kunsiz haqbaya yetyapsiz ku. Oy, bu chiroyingiz nimandaq satlashib ketdi. Voy, bu yoqqa kelib o'ltira. Ha, bu yoqqa, bu yoqqa. Bu yoqqa kelib o'ltira. Ha, o'ltira. Siz qachon keldingiz? Satlashmang ha. Men Çaşlarınızın üsüp ketipdi, qarab beqma aptingizga. mening chechim bilan chattig'ing bo'lmasin. Akşam biz Murshada ishgan edik. Mishada qondingizmi? To'g'ri. Mishada qonib yurdingiz. Man qarang, akşam ağaylarimning hammasi bor edi. Biz Murshada yashab araq ishgan edik. Bir vaqt qarasam, ularning hammasi ketib qopti. Pulni to'lamabdi-da. Men shunga Bo'ldi, o'rningizdan turing. Pulning hammasini men to'layman. Yo'q, ketmaysiz. Ne ketsiz, sizga deydigan gapim bor, meni o'ltiring ha. Xarajat qilgansiz pul beraymi? Xarajat qiladigan-ga? Siz meni divani ko'rib qoldingizmi? Sizning pulingizni xajimisan bog'i, menga degan pul degan to'kilib turdi-jimi? Bilan deydigansiz. Sen meni nima ko'rib qolding? Men sening hamma pulingni bog'i bir-birlab to'lib yetmajimi? Yo'q, undaq deymang ha. Jiras. Bo'ldi, saq vaqtingizni so'zlashaylik ha. Yo'q. Bo'ldi, bu yerga gap talishib o'tirmaylik. Men ketaylik. Bugun ketmaymiz. Bo'ldi, yurma satlashmaylik. O'ltiring ha. Bugun gapni aniq qilib yetib, anda boramiz. Mening sizga deydigan nurg'un gaplarim bor. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Buningda kimni yaxshi ko'rmayman? Men sizga deb qo'yay, meni yaxshi ko'radigan odamim bor. Kim da'vatsiz? Kimingizni ahmoq qilsiz siz? Ha, gapingizni ochiqsingiz mamti. Kim sizni ahmoq qilibdi? Men sizni ahmoq qila olaman. Bo'ldi, ishchivasiz. Men qarang, men sizni yaxshi ko'rmayman. Men sizga burilib aytmoqchi edim, lekin sharoit pishib yetilmagan. Meni yaxshi ko'radigan odamim bor. Men sizga gapni ochiqni qilib qo'yay. Meni kalam nahayt saga. Igizbas gap qilib turib, yana masamas deysiz ha? Bo'ldi, qilsangiz olamiki? Mushuni bilsangizlar bo'lmadimi? Men siz saq vaqtingizni ayrim paranglashing. Men sizni shu qadar yaxshi ko'radigan tursam, endi qopib meni yaxshi ko'rmayman deyapsiz. Men yaxshi ko'rdiganingizni bilaman, lekin men sizni yaxshi ko'ramayman. Pul desangiz berib-olsam, yana nemish qilib meni yaxshi ko'rmaysizkin tangay? Men hech chiqib bo'lamadim. Qanday qilsam yaxshi ko'rsiz dangay? Nima desangiz shuni qilib berib-olsam, pul desangiz berib-olsam, har qanday hojatingizdan chiqib-olsam, yana yaxshi ko'rmayman deysiz ha? Sizga zot qanday qizval kerak? Mening o'g'limga uchrab qolishni qo'rqmaysiz? O'g'lim bo'lmaychi? Minnat qilmang-a, bo'ldi. Nimandaq odamlar beshni og'irtsiz. Sizga oz pul hashildimmi? Nimandaq qalmashmagan gaplarni qilasiz. Men qalmashmagan gap qildim. Men sizni ahmoq qiladigan qizingizmi? Men sizni ahmoq qiladigan odammi? Meni yuvashchaqlab qolgan o'xshamamsiz. Yo'q. Qilingchimi? Pul verdim deysiz. Ya bergan pulingizning tayini yo'q. Xuddi kichik bolaga so'ski bergandek. Odamni ahmoq qilib bergan puliga minnat qilib ketganni. Mencha unchalik pulga xushtar emasmi? Faxriddin, bilman sizning ko'nglingizni osh qizib olma. Siz Mayrani yaxshi ko'rsiz, meni yaxshi ko'rmaysiz. Meni o qiz oldan narim komga gap qilmaysiz. Yetanmaysiz. Buni mendan so'rasangiz, men kimdan so'rayman, ha? Men sizga deb berandim ya. Endi men sizga qarzdor emas. Meni yaxshi ko'rmamsiz. Men o qizning izini bosaman deganman. Men buni yana mendan so'rayapsiz-ku. Men sizga aytdim-ku, men sizni yaxshi ko'rmayman. Sizdan o'tinib qolay Faxriddin, undoq qilma. Bo'ldi qiling.
Men ya sizni yaxshi ko'misam. Yaxshi ko'may turib aralashgandan nima foydasi? Bundaq turmushning qilchi lazzati bo'lmaydi. Ha? Bilyapsiz? Men sizga gapni ochiqni qilib qo'yay. Bo'ldi. Mening yana qilgan ozroq ishim bor. Men bangay. Bo'pti. Munosabatimiz musharikcha bo'lsin. Buniki meni izliguchi bo'lma. Bo'ldi. Xo'sh, men ketdim, xo'sh. Akamni saqlamamdiq. Elim ko'p saqladik. Kelgan bo'lsa bu vaqt kam bo'ladi. Uning bir hikoyasi yo'q o'xshaydi. U o'g'longan ekan. Bir yerda jon etadi. Saqlamaydi. Assalom Jamila xoja. So'rab keslik. O'rtaslar. Guljamal, o'zingizning ahvoli yaxshidir? Xeyli yaxshi, rahmat. Sizlar ahvollari qanday? Xudoga shukr. Hech vaqtim bilan uxlabmi turaman. Jondan xabar bormi? Hozircha Nala yuradigan bo'lib qolay. bizni xabarni olamiz. Nari sabr yuradigan o'g'lon. Har qaysilarga tas bo'ldi. Ayol kishi degan shundoq ojiz bo'libdi. Shu emas. Uyni setayotgan to'qqatsizlar. Elim o'zi ko'p jafarimiz tushdi. Bir oy bo'ldi ijara haqini oldilar. Bizga qanday yaxshiliklarni qaytarsa bo'ladi. Ijara vaqti to'shdigan yana 2 kun qoldi ekan. Bizni shu endi yurtga qaytaylik deb shu maslahatni qilyapti. Tijoratga qarshi Shunda qilsak yaxshi bo'ladi. Tijoratdan tek tuzgirak foydam bo'lmasa, urug'da qolirimiz yurti bo'lgandan keyin biz yurtga qaytib ketaylik deb o'ylashdik. Obdan o'ylablar. Maylamsa. Bizdan o'tib ketgan yerlarimiz kechirib yetaylar. Bizga qilgan yaxshiliklarni hargiz unutib qolmaymiz so'ragan. Undaq demaslar. Sizlar ko'ngilga kelgan gap so'zlar bo'z kechirib yetaylar. Men chiqayapsa. Zo'r xalacha, bizning jafoyimizni bek tatdilar. Xudoyim buyursa, kutim saqib qolsa, seni yo'qlab alayida kelaman. Undaq demang Guljamal. Kutumu saqib qolsa, hammamiz xush bo'lamiz. Birdan o'ltirib chiqmamlar. Men Qilib chiqayapsa. o'rtaslar bo'ladi. Bo'ldi. Quruqlik chiqdilar amisi. Bo'ldi turib qolsizlar. Men chiqayapsa. Ma'qul. Og'illarim doim to'yingni qachon qilasan deb men bilan cheqishidi. Uydagilarimizning og'zidan mushi gap. Uyingizga oldirtamda. Oldiratmay. Biz xuddi to'yni ular uchun qilib beradigandak, "Ha, desizlar, to'yingni qachon qilasan deb beshini bek oxirtib ketib bordi. Jo'nglar degan zay odamni ishiga aralashmagan yaxshi. Sizmi xalqning ishiga aralashamsiz? Yo'q. Aralashmagan yaxshi. Singan neni niyab uyda jim o'ltirsa bo'ladi, xalqning beshini oxirtib. Shu emasmi? Sizga biroz yo'l ko'rsatmasimi? O'zingizning yo'lini o'zingiz topalaysiz. Siz degan aqlli qiz, nurg'un qiz o'g'illar bor, ota-onasiga yo'lni bilib Ota-ona degan balani o'ylaydigan gapkan shu. Ba'zi ota-onalar balam yomon yo'lga kirib qolmaskan deb dakki-dakki yuriydi ekan. Mahira. Siz ba'zi ishlarni bek atrofli o'ylaydi ekansiz. Men sizning mushtarpangizga bekmi qoyil. Ishnasiz. Vay, bağımsız Mayra. Ha, siz miydiniz? Siz nerede? Ben hazır su üstü baktısını aldı da. Ha, ma'qul. Şiyat ko'rishaylamsa. Ma'qul, xo'sh. Kimkan? Voy qarang, bir do'stimning puli yetib ketibdi. Puli yutib ketibdi demsiz? Ko'p kundizda? Avtobusda yutirib qo'ygan o'xshaydi. Siz unaga yaxshichaq bo'lib izdish beraydi otamsiz? Diqqat qiling. Sizning pulingiz yutib ketmasa yana. Sizni
yalğız qaldırıp mağdıgan boldım. Boptu, beraver. Xo'sh emsa. Bahçe elinip sayılıqsın demdiler ha de. Bahçe aylanışqa ajoyib mehringiz bor sizning Dilmurat. Yanılar sizga bo'lgan muhabbatim yetmaydi de. Rasman. Mushundaq savolni so'ramdiki. So'rsam ne bo'pti? Yaxshi ko'rishimdan gumonlanyapsiz. Nadi kim deysiz? Dilmurat, sizga deydigan gapim bor edi. Ha, dening. Gapiring. Kecha O'tganda o'xshab ber. bo'ldi qilaman. O'tganda meni bir yil opirman deyapmiz bu. Opamidingiz. Men yo'q, men xotirjam bo'laman. Rasman. Nima qilmaydigan? Nima qilyapsan? Sen kim? Ha? Meni shundoq aldimoqchimisan? Hey, Gap qila. sen nima qila deysan? Bu Gap qila, nere? Nega yutib borma? Ha? Gap qila. Bu qiz nima qara deysan? Desa. Bo'ldi qilinglar, so'qishmanglar. Nima chatag'a? Nima shatqin bo'lmay ekan? Nima chatag'a? Nima shatqin bo'lmay ekan? So'qishmanglar. Bu meni muhabbatim, ha? Bu meni, gap qila bu nega? Men Gap qila. tonimayman. Ha, gap qila deyman. Uni rasul Men tonimayman. turmamsa? Tunumusan o kim o'amsa? Men rasul Degna. tonimayman. Meni birdan turmasib qoldim. Tunumusan o zodi kim o? Voy, meni qishimda ketgan emasmidi? Ey. U degan mening muhabbatim juma. Nima muhabbatim? Men aralashqili 3 yil bo'ldi. Men aralashqili 4 yil bo'ldi. Nimadan deb yuriydim o? Gap qila, u kim o? O mening saboqdishim. Ha? Savolotishim deysin ha? Undaq meni ahmoq qilatamsan? Dilmurat, men sizga tushundiray. O mening Nimani tushundirsa? Ha? Gap qila, men seni nima? Savodishingmi? Necha vaqtdan beri meni mushunaq ahmoq qilib keldim ha? Gap qila. Gap qila deyman. Meni mushunaq ahmoq qilamsan? Ha? men sizga Nimani tushundiray. tushundirsa 3 yildan beri meni mushunaq ahmoq qilib kelibsan-da? Dilmurat, men sizni yaxshi ko'raman. O'tib boran neri? Siz 3 yillik aqidam. Undaqni deb ketmang, Dilmurat. Savodishing bo'lsa ashtaq muomala qilamda sana? Ha? Men nim ko'rib qolding ha? Ishini qilaman ha? Ko'zingni ko'rilguncha
Qandaq, ko'rdingmi? Meni aldab qandaq kimga qalding, ha? Unimi aldiding, menimi aldiding. Isib, san qilgan aqidam, san xarjlagan pullarim menimi aldiding, ha? Meni kechiring Faxriddin, men esibdiman. Nima o'rgangansa bundoq ikki yuzli melekni, ha? Nachar bir nima ekansa, jumasan. Men sana aytib qo'yay. Manqara. Qillan silkit obdanroq o'ylab baqa, manqara. Gapni ochiq qilib ber. Necha vaqtdan beri meni bilmaydi deb qolganmidi? Men hammani bilib turman. Har doim sen telefon kelsa, kim o deb so'rasam, saboqdishim, do'stim desa, men buni bilamigidek odammi? Ikki qiyiq tangdasigan odamning oqibati mana shunday bo'ladi. Buguncha mushuning hisobini berasan, bilib otamsan. Qani gap qila. Ha? O'zadi kim? Meni kechiring. Men Kechirim? Meni kechiring. Men seni kechiramayman. Xiyolingda yana meni aldayman deb qopsan-da. Qani gap qila. O sultanimni aldab yuribsan, menimi aldayman deb qopsan-da. Qani gap qila. Gap qila, manqara, ha? Gap qilmamsan, ha? Mushu o'saliqlaring uchun seni bo'g'izlasam ochiqim chiqmaydi. Men bundaq pastkash bir nimaga uchrab qolgandim. Navodi men bugun ustunga tushib qolgan bo'lsam, yana meni ahmoq qilib yuramda. Gap qila, davatman. Gap qilmabsan, ha? Bugun gapni ochiq qilib bitaylik. Meni ahmoq qilib nomus qilmamsan? Meni kechiring Faxriddin. Men seni kechirmayman. Mushundaq nomussiz ishlarni qilib, yana menda kechirim so'rayapsan? Nima degan qilinmaysan? Gap qila, ha? Hammasini bilmaydigan. Mushu qilganlaringcha hamon bir kun pishama qilib qolsa, gap qila. Men sana aytib qo'yay. Buniki meni hargiz izdigichi bo'lma. Men sana aytib qo'yay. Meni oldig'ingdan hamon bir kun qisosini tatib qolasan. Yaşashning o'zi bir qismi. Ajoyib, ochiq bir qismi bo'lsa kerak. Ona bag'ridan ona tuproq ustiga shuncha pokiz, shuncha aziz inson sutiga tushgan odamlarning oyatdagi taqdiri har xil bo'lgan o'xshaydi. Taqdirni ba'zi odamlar garchi o'zgarsa-mu, kunlarning birida o'zi yo bilib, yo bilmay taqdirning har xil chaqchaqlariga sar bo'lib, baxtsiz yashashning qurboniga aylanib qolgan. Yashash odamlarning o'xshamagan qismatlarga duchor qilgan binolardan boshlab, odamlarning yashashga bo'lgan muomalasida odam hayron qolgudek zo'r o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bu odamlarning texmo baxtsiz qismatining yana bir boshlanishi bo'lib kelishining ishoratidir. Birsiga qilgan bilan yana birisi man qiladigan emasmi? Nusrat meni yaxshi ko'rdi.
Men onundan özümni kaçırdım. Men Mahirani qo'g'lashib edim. U yana bir aylani qo'g'lashdi. Nimandaq murakkab turmush bu. Men qandaq bir odam bo'lib tug'ilib qolgan bo'g'etim bu dunyoga. Menga bir obdan kelgan omadni biroqli yo'qotib etdim. Qayoqlarga uchirib etdim. Mahiraga hamon bir kuni tatqilog'im tatib qolasan dedim. Biroq menchi, menmi tatib qolamanmi? Menga omad ato qilgan nusratning qisosi meni jim qo'ymaschi. Baxtsizlik bilan baxtlik yashashning chek-chegirsi hayotlikda qanchalik farqlanadi? Qanchalik oraliq ularni ayirib turadi? Buni odamlar o'zlari his qilib olsin. Lekin odamlarga shu narsa aniqki, bizning odamlarga bo'lgan tushunishimiz va ularning har xil qismatiga bo'lgan bahoyimiz odamlarning qishi bilan kirpik orasidagi oraliq o'xshash, shuncha yaqin va shuncha aniq. Dünya ko'z yoshiga ishonmaydi. Hayot ko'z yoshlar bilan o'zining rangarang mavjudligini texmo voyaga yetkazib qo'yadi. Odamlarning ko'z yoshlariga ishongan vaqtlari balkim ularning o'zining taqdiri ustida yengilashdan o'ylanishga qarab yuzlangan bo'lishi mumkin. Behush yotgan vaqtlar uchun. Keldingizmi Mardam uka? Bizni moy quluploq turdiga zo'r xalcha. Qani, safaq kelib o'tiring. Anangiz sizga bir xalta qo'yib ketgandi. O'ltirib turing, men olib chiqib beray. Mavu siz qoldirgan 100 qo'y pul. Xaltadagi kiyimlaringiz o'xshaydi. Opamlar ketganda zo'r xalcha. Bir haftadan oshdi. Yurtga boramiz deyotgan, ketib bo'ldi deyman. Biz bu uyni setayotgan edik. Opangiz bilan singlingiz shundoq ilojsiz qoldi. Opangiz bilan singlingiz bakla jafo tatib ketdi, ifkam. Ya siz qaytib kelmadingiz. Singlingiz kun yo'lingiz qaraydi. Opangizning salomatligimi kundan-kun nacharlashib ketibdi. Ularga ichingizmi og'rimidi, ifkam? Men ularga yuz kelmayman zo'r xalcha. O'zingizning opisi bir tuqqan sanglashtirib pek qattiq qildingiz jumofkam. Uning ustiga har ikkingiz ayol kishi tursa. Men opamga yuz kelmayman. Sinamga yuz kelmayman. Ularni ko'nglini og'ritqachda mushkunga qoldim. Opangizni izlab tepib, oldin obdan xabar olib duosini elang Mardamkam. Meni hech kim kechirmaydi. Hech kim kechirmaydi. Sizin bu qatim faqat to'g'ri qilmadingiz Mardamkam. Endi bo'lsin berib anangizni tepib xatolig'ingizni tunib, rozi qilgan ishlarni qiling. Men opam bilan singlimga nima kunlarni sanmadim. Sizlar qo'shnilarni ko'rdinglar. Men ularga qanday yuz kelalayman? O'g'il bola bo'lgandan keyin bir uyni beqish majburiyatingiz bor. Ish qilib boqqanlarimni hech kim kechirmaydi. Meni otanim qilganimni hech qanday inson bolasi otasi qilmaydi. Xo'sh zo'r xalcha. Men qaytay. Rahmat sizga. Siz nima avar qildik? Uydagilarga yaxshi qarabsiz, holidan yaxshi xabar olibsiz. Sizning yaxshiligingizni cho'qim qaytiraman zo'r xalcha. O'zining bolasini kechirmaydigan otani yo'q ukam. Eng yaxshisi uyga qaytib keting. Xo'sh zo'r xalcha. Men qaytay. Ma'qulam Safkam. Ma'qul. Xo'sh. Xo'sh. Ma'qulam zo'r xalcha. Safkam, Xudoyimga omonat.
bir burdunanğa, bir ig'iz issiq uyiga, yurakni yashartirgan cheksiz onalik mehriga tashna ozodlik qildi. Yap-yeshil chim o'tlarga o'ralgan bahor mavsumining bir sahrida hayot haqida cheksiz xiyollarga kirib ketdi. Uning uchun bu dunyoning jimi lazzati va odam orzulaydigan barliq xo'shalliklari ashu har bir tishlam nonning dona uvoqlariga singib ketgan edi. Biz hayotga qanday muomalada bo'lsak, hayotmo bizga shunday muomalada bo'lgan o'xshaydi. Biz izlagan va qo'g'lashgan reallik bizga o'zini qadamli bir ko'rsatib, biz qadrini qilmagan baxt va unutulg'usiz hayot kartinlarining go'zal aslamalari bilan ashu qadrlanmagan kunlarning uvoli uchun bizni qiynasi kerak. Ko'z yoshlari singib ketgan ochiq qismatlar ichida yuraklarning o'rtanishi turgan gap. Lekin u odam qalbini texmi qattiq o'rtab, yana qanday kechirishlarga duchor qiladi. Buni hech kim bilmasa kerak. Ko'z yosh bilan reallikning birdaklik ham ayrimlik ichida har birining o'z qonuniyati bo'yicha mangu almashib turishi dunyodagi har bir odamga berilgan eng zo'r sinaq bo'lishi mumkin albatta. Bolam! Appa! Assalomu alaykum adash. Va alaykum assalom. Qanday ahvoling? Qani o'tir. Ha. Adash, nimaga mo'lnib o'ldirib ketding? Qarsam, beshingga kun tushgan o'xshaydi. Hech nima bo'lmadi adash. Birasi bo'za qilmaganda? Tepasam ishlamsa, qurilishga qidigan ish. Ishlayman adash. Ha, har qanday qish ishlayman. Koni qurilishlarni chiqish atartimiz bor. Sepimizga qo'shilamsa. Ha, qo'shilaman. Agar xohlasanglar, men cho'qim xohlayman adash. Qachon boramiz? Men har qanday jafo bo'lsin chidayman. Pulni bermaydigan yer emas adash. Avval bormamsa, bo'ladi boray. Bo'ladi. Har bir guruhda 5 dan 6 gacha odam bor. Chataq yo'q. Qanday ish bo'lsa, men qila olaman. Ish bo'lsa bo'ldi. Anladım kamsa. Mayli, mayli. Ha. Şöyle. Şöyle, mayli. Sen mushundaq ishlarni mi qildingmi? Odam emasmikan sen avvalsa? Aptinga qarab odammikin debdiman. Ota-onasiga mushundaq muomala qilamdi. O'g'il bola emasmikan bu? Ota-onangga shunday qildingmi, ha? Ashu bichar singilni murding, opangni murding. Ya odammisan, mushalingga odammi, ha? Mushundaq ishlarim bor deb baldiroq desamamti bizga, ha? O'zingcha numus qilib qoldingmi, ha? Nima qilganing bu? Necha vaqtdan bir beshingni ichingga tiqib yursang, men texali yuvosh bola, qo'lini ish qilgan odam deb yuribman. Opang bilan singlingga shunday o'saliqni qildingmi? Men shunchalik nachar ishlarni qilyaptim. Mening ularni oldiga berishga qandaqmi yuzim chidaydi, faqat chidamaydi. Og'inlar faqat chidamaydi. Ey, og'ina, mushundaq ishlarni qilib yurdingmi? Ey, og'ina, senmi odammi, ha? Gap qila. Necha vaqtdan beri seni og'inimiz deb yuribdi. Ya Allah.
Ya Allah. Ben eziptim ben. Nasıl eziptim ben? Ben eziptim ben. Sen Nurhan bilen baba. Şuna kışıp kalkmayın içme. Gel kılım. Oldu kışıkla. Baba, muşma okmanlık kılma ya. Muşma adem Ben ulanı yüzkilenmeymen. Ulanı kışığı kandak var mı ağilla. Ben bek eskilik kıp koydum. Ben etken yağısılar hem işini defterdim. Ben hem kandak kılımen. Dağla. Rastullah, azg'ulluq bo'pti bu. Hammamiz har xil tatbiqlarni ko'p tatgan bolalar. Ne jafolarni ko'rdik. İnson bo'lgandikan buncha kishini ko'maydi degil olmaydi. Nima iloj endi? Sen bilan aqlini bo'pti qadash. Biz seni yo'lga sepib qo'yaylik. Bo'ldi, xizmatingga qo'limiz ko'ksimiz adash, xotirjam bo'lgin. Ag'illa, mardani yo'lga sepib qo'ysa qanday? Bo'ldi, xotirjam bilan. Bo'la, men 100 koy yordam qila qanday? Qanday deysizlar Ag'illa? To'g'ri. Apangni izlab tepishing uchun mana biz yordam qilamiz. Seni yo'lga sepib qo'yamiz, qo'rqmagin adash. Biz bor. Har qanday ota-ona bolasini kechiradi adash. Sen bundaq yig'labli hech qanday ishni hal qilolmaysa, ha? Biz seni yo'lga sepib qo'yaylik. Berib ulardan kechirim so'ragin. Ularning kechirim so'rab, holidan odan xabar olsam bo'lmaydi. Ana ash miyib singlang bor ekan, ularning holidan xabar olsang, qanday qiladi ular, ha? Rahmat ağilla, rahmat. Ben burun bu dertlerini... Sizlerge yetişini oylagan edim. Lekin demiş ki diyemeye geldim. Sizler benim bu haltımda düşensanlar. Beni geçirinler ağilla. Beni düşünüşünler ümit kılın. Ağilla. Hey, bo'ldi. Bo'ldini, dasturxonga chiqa, ha? Buni yo'lga sepib qo'yaylik. Shunday qilaylik. Turaylik. Yo'lga sepib qo'yaylik. Tur adash. Men qaradash, bundaroq murtad degan bo'lsang, seni yo'lga sepib qo'ymamdi, ha? Shuni deyma. Oldiroq desam bo'ldi. Men Gurjakni yilib olay, ha? Gurjakni olay. Ha, menlar. Shunday qilib, bizning bu og'inimiz to'g'ri yo'lga qaytdi deylik, ha? Xotirjam bo'lgin adash. Qanday qishing Osmon biz bor. İşlerini qilivergin, xotirjam bo'l. Adash, burningga bir qitim suv kirgandikan, endi har holda diqqat qilib yashasa, bilamda? Odamlarning bu dunyodagi hikoyalari go'yo o'zlari boshdan kechirgan nurg'un kechirmishlarga o'xshash bir-biriga ulinib boradi. Hayotlikdagi nurg'un ishlarga ba'zilarimizning aqli yetadi, ba'zilarimizning yetmaydi. Biz odamlar vujudidagi bu hikoyalar orasidan o'zimiz uchun ahamiyati bor deb qaragan zarur ahamiyatli hikoyalarni tanlab chiqib, ular ustida astoydil o'ylanadigan ham muloyiza yurgizadigan bo'lsak, yana nurg'un hikoyalarga erishamiz. Bizningcha, mana bu biz izlayotgan yana bir yangi hikoyalarimiz bo'lishi mumkin.